Qurilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyat cheklangan jamiyatning rahbari va yurist konsultanti 4 nafar jinoiy sherigi bilan kelishgan holda boshqa bir qurilish firmasi boshlig'iga Mudofaa vazirligining Toshkent shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida rejalashtirilgan 65 milliard so'mlik kapital ta'mirlash ishlarini olib berish evaziga shartnoma qiymatining 4% miqdorida pul berishini talab qilishadi va oldindan 30 ming AQSh dollar so'rashadi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pulni olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Dastlabki surishtiruv harakatlari davomida mazkur shaxslar Mudofaa vazirligining umumiy qiymati 110 milliard so'mni tashkil etuvchi boshqa qurilish obyektlarini surxondaryolik 2 mijozga olib berishni rejalashtirganliklari ham ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatida kuzatilgan yana bir shunga o'xshash holatda esa 1973-yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan shaxs va 1978-yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro Chinoz tumanidagi xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlaridan birining rahbari bo'lib ishlovchi 1975-yilda tug'ilgan ayol hamda muqaddam xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlari tizimida faoliyat yuritgan 1972-yilda tug'ilgan ayol bilan kelishgan holda qurilish firmasi vakiliga ushbu hududdagi ko'p qavatli uylarda umumiy qiymati 5 milliard so'mlik qurilish montaj ishlarini olib berish evaziga undan 25 ming AQSh dollar talab qilishadi. O'tkazilgan tezkor tadbirda ular avans sifatida 10 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ushlandi. Toshkent viloyatida yashovchi muqaddam ichki ishlar idoralarida ishlagan shaxs jinoiy sherigi bilan kelishgan holda o'zganing ishonchiga kirib, uning pul mablag'ini o'zlashtirishni reja qiladi. U ichki ishlar organlaridagi mansabdor tanishlar orqali Toshkent shahrida yashovchi fuqaroni Ichki ishlar vazirligi akademiyasi qoshidagi serjantlar tayyorlash maktabiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 13 ming AQSh dollar talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning shahar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgarlar so'ralgan puldan 6 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarida ushlandi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro har bir oila tadbirkor dasturi doirasida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini tashkil qilish maqsadida 240 million so'm kredit olish uchun Agrobankning tuman filialiga murojaat qiladi. Biroq bank xodimlari turli vajlar bilan unga kredit ajratishni kechiktirib keladi. Davlat xavfsizlik xizmati va departamentning hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Agrobankning Sardoba tuman filiali ish o'rganuvchisi ushbu kreditni olib berish evaziga 24 million so'm talab qilib, shundan 2 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda aniqlangan barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.